Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Siz azizlarga havola qiladigan navbatdagi she'rimning nomi Millat faxri, so'nmas yulduzi deb nomlanadi. Buyuk imperator, sarkarda shoirimiz Zahiriddin Muhammad Bobirning tavallud kuniga bag'ishlanadi. Marhamat. Bugun Bobir shoh tavalludi, she'riyat bo'stoni bulbuli. Imperator, sarkarda shoir, millat faxri, so'nmas yulduzi. Bosib o'tgan yo'llari yiroq, tun yoritgan yulduzlar guvoh. Qadami yetgan yurtlar obod, o'zga elda bo'ldi Bobir shoh. Borgan joylarni bo'ston aylab, jahon saltanatin ko'zladi. Ilm ma'rifat yo'lin tanlab, yetuk jamiyatni o'yladi. El qayg'usiga sherik bo'lib, muhtojlariga yordam berdi. Ezgulik ishlarga bosh bo'lib, ko'plab masjidlar barpo etdi. O'tmishin so'zlagan Hindiston tarifiga bittilar doston. Qadimgi elni xalos etgan ziyonli urf xurofotlardan. Andijon tuprog'im deya yonib, kuyladi taqdiridan nolib. Saltanatida kechdi armon, podsholar podshosi bo'lib. Umri o'tdi vatan ishqida, yig'ladi sog'inch istirobida. Yorug' olam bo'ldi qorong'u, 4 muchal to'lmagan yoshida. Inson yashar shod ya qayg'uda, kami bor 5 kunlik dunyoda. Bo'lsin u shohmi yo gado, yolg'iz yaratganning izmida. Bugun Bobir shoh tavalludi, she'riyat bo'stoni bulbuli. Imperator, sarkarda shoir, millat faxri, so'nmas yulduzi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.